qaysi miya bilan sen o'yladingki zalga trenirovkaga chiqsa, ili bo'lmasam to'g'ri yo'lda yursa, namozga chiqsa, namozga olib borsam davolanib ketadi deb. O'sha matchda xuddi shunaqalarni kutib turganlar bor. Qo'shib berasan prosta olib borib. Keyin chaqirib, telefon nomerini olib olib, bitta narsa o'rgataman, bugun senga yangi sura o'rgataman deb chaqirib ko'tiga sikib qo'ymaydi deb o'ylamaysanmi? Sport zalda yo'q deb o'ylaysan unaqalarni, zanimatsiya qilgani chiqqanda. Boje moy, sen jamiyatni davola, u bolani emas, jamiyatni davola. Mana meni matchda madrasada sikib qo'yishgan. Madrasada sikmoqchi bo'lishgan, dalbayob. Jamiyatni davolash kerak, bolani emas. Bola bechorada ayib yo'q. Jamiyatda, mahallada ham ayib. Hozir orqa fonda surani yoqib olib, oldi fonda surani o'qib, bu ukamiz to'g'ri yo'lga qaytmoqchi. Mana o'zim bilan olib yuraman, birarda bir sikib turaman. Если что, besplatno paydo bo'lib qoldi. Bu bolacha gay. Bu hech qachon tuzalmaydi. U prosta 18 ga to'lishini kutib turibdi. 18 ga to'lgandan keyin yo Moskvaga jalabli qilgani ketadi, trans bo'lgani, yo Dubayga ketadi, trans bo'lgani, yo Turkiyaga ketadi, trans bo'lgani, gay bo'lgani. Boje moy. Trendga chiqib ketgan bolani chaqirib ol, mana men davolayman. Ota-onasi bera olmagan tarbiyani sen ko'tvatcha berasanmi? Ahvolingni qara, shaltoq. Ey, nimaga gay bo'lib qolganlar aybdor bo'lish kerak? Gay bo'lib qolganlar. Gay bo'lib qolish uchun ko'tiga kimdir sikish kerak-ku. Mahalladagilar, atrofdagilar qayoqqa qaraydi shunaqa? Sen bo'qvachcha 16 yoshigacha davolanmagan gay bo'lib qolgan bolani qanday qilib sport zalga olib chiqib davolaysanmi? Sport zalda o'ziga o'xshaganlar ashinchasi kutib turibdi. Kim narsa ko'rsataman deb olib ketib ko'tiga yana sikadi. Masjidga olib borasan, masjidda ham bor unaqalar. Kim bu yoqqa olib kelaman, qilamiz, sura o'rgataman deb u yerda sikadi. Mana meni boshimdan o'tgan. Hech kim yordam bermagan, hech kim. Birortasi yordam berib qo'yadi deb o'ylaysanmi? Trend uchun surani yoqib olib orqada chiqishni hojati yo'q, dalbayob. U bola bechorada ayib yo'q. Jamiyat hammasiga aybdor, jamiyat. Bu bolachani mayli jicha manierasi bor ekan, bilinib turibdi ekan gayligi. Show biznesimizda yarimidan ko'pi gay. Davolana, Fazliddinni, Elyorni, boshqalarni, Sardor Rahimxonni davola, sport zalga olib chiq. Bu bolani bilad bitta internetga chiqib qolganiga yugurib chiqarib, vassalami. Bilad, olib chiq, ana uylanib olib, xotinlari baxtsiz bo'lib yotibdi qanchasini show biznesda. Davolashlardi. Bo'qdi ham davolamaydi, shunaqa show biznesdagi ko'tvatchalar hamma naturallarga yozib bitta sikib qo'y, men bilan bo'lsangiz, o'zim mashina olib berardim, Dubayga olib ketardim, mana qilardim. O'zining futbolning komandasiga qo'shib yuribdi. Shularni davola. Bu bola ladni o'xshar ekan manieralari bilan. Yashirib yurganlar qancha O'zbekistonda. Davolaging kelsa uzoqqa borma, skverga chiq, Toshkentdagi skverga. Hammasi gay ashta yurganlar. Hammasi gaylar o'shda to'planadi. Kruga. Ili bo'lmasam Toshkent tema, Farg'ona tema, Qo'qon tema, Andijon tema deb gruppalarga kirgan, to'lab yotibdi gaylar. To'lab. Millionda topasan. Ana, ashincha hammasiga jamiyat aybdor. Mana shu sekretniy dala-dashtatdan deyish keldi, mehmon bo'lib qo'yish deb g'o'zapayalarning orqasiga o'tib seks qilishib, shunaqaga yetkazdirishadi. Bu ukamiz jirkancha bu narsalarga qo'shilib olgan ekan. Endi men sport zalga olib yuraman, emchak qo'ydirib, trans qilib, o'zim uylanib olaman, 4-3 xotin qilib. Besplatno ko'tiga sikib yuraman. Tishimni yuvish birarda esimdan chiqib qoladi, lekin ahvolini qaranglar, urrot billat, ko'tingni poqinar. Срочно psixologga ko'rsatish kerak. Срочно